Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər, məlumatmış vaxtdan xeyirlik bolsun. Bugün işki əzizlikimiz bilan birlə din haqqında yoki din isloh qilgan bo'lamdi deydigan tema haqida konkret bir suhbat ilib bormoqchi biz. Amerikadan falsafa fanlari mutaxassisi To'xtab Efendi biz bilan birga va sizni Keremka teolog deb atsam bo'lamdi, iloyashunos deb atsam bo'lamdi. Toza hukmlarni Uyg'urcha sistemlashmagankin toza bilib ketmayotganman. Evet. Teolog deb turaylik, teolog Kerem Efendim. Sualni boshlab ketaylikmi? Kishilarning vaqtini bek yeb ketmay. Biz ham necha ming yildan oyog'i islom diniga e'tiqod qilib kelayotgan millat. Endi biz qarab baqsak hozirgi bir zamonaviy bir 21-yüzyılning perspektifidan dunyoda nurg'unlik islom dunyosi masalalarining borligini ko'ramiz. Buni ayollar masalasidan tutaylik, demokratiyaning integre qilinishi, kishilik huquq masalasi yoki ilm fan masalasi yangi o'xshash nurg'un nuqtalar. Endi biz qarasak, shu qadamlarda masalan musulmonlarda bu musulmonlarning masalasi islomning masalasi emas. Endi to'g'ri bir jamiyatning masalasini birda perspektivdan yo bu islomning masalasi yo u jamiyat iqtisodning masalasi yoki u ijtimoiy ahvolning masalasi deb birla jihatdan qilib ketgan bo'lmaydi. Lekin masalan Max Weberning danliq jamiyatshunos shuning bir kitobi bor, hammamiz bilamiz balkim. Protestant axloqiy kapitalizmning ruhi, protestant axloqning g'arbda kapitalizmning qanchalik darajada kengayishiga rol o'ynaganligi bilan munosabatli bir kitob. Endi biz klassik jamiyatshunoslarning asosli nuqtai nazarlarining birisi dinning bir jamiyatning o'zgarishi yoki bir jamiyatning taraqqiyotida intayin kritik bir rol o'ynaydiganligi bilan munosabatli nurg'un materiallar bor. Endi Keremka sizdan boshlay, biz endi bu masalalarning biz ham jamiyatimizda qarashmaylik. Biz azaldan masalalarni o'zimiz tushungan narsalar qo'ymaymiz. Islomda qat'iy masala yo'q, faqat musulmonlarda masala deymiz. Endi lekin bu qarashga qarasam menga nisbatan masalan shaxsan bu xuddi podshohlik tuzumda masala yo'q, faqat masalalarning hammasi podshohlar degandek bir tuyuldi endi menga. Endi qanchalik mantiqli o'yladim, qanchalik meniki to'g'ri bilmayman. Sizcha aka bu islom dinida endi Uyg'urlar ming yildan yog'i ishlangan, musulmonlar ming yildan yog'i ishlangan, butun jamiyatini mushning bilan din bilan loyihalagan, din bilan qurgan bir xalq. Endi bunchalik masalaning islom dunyosi bunchalik ig'ir masalalarning bo'lishining endi ular ming yildan yog'i e'tiqod qilib kelayotgan yo ming necha yildan yog'i e'tiqod qilib kelayotgan din bilan bir bog'lanishlik bormi? Sizcha bu islomda ba'zi qarashlarda, islomning ba'zi perspektivlarida masala bor deb qaramsiz? Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylardagi qarindoshlar, hammalarning vaqti xayrli bo'lsin. Estağfirullah. Endi bu nihoyat cho'ng bir mavzu, bu nimaniki islom masalasi. Buningda hozir islomni qisqacha bir tushuntirib o'tishga to'g'ri keldi, menimcha. Biz shaxsan men bu islom dinida 8 yil o'qidim. 8 yil o'qigandan keyin bu islom dinidagi nurg'unlagan kallamda o'tmagan masalalar mavjud bo'ldi. Chunki men hukumat maktabida 10 yil o'qigandan keyin u marksizm-leninizmlik darbisini ko'rgan odam bo'lg'achqa, uni nurg'unlagan yerlar kallamda o'tmay, shuni keyingi zamonlarda uni izlanib, nurg'un zamonlar ketdi shuni izlanishga. Keyingi zamonlarda bo'libmi shu 2000-yildan boshlab shu chet elga chiqqandan keyin nurg'un kitobni ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Ondan keyin bo'libmi tarixiy kitoblar, ya'ni Misr tarixi deymiz, Arabning tarixi deymiz, Yahudlarning tarixi deymiz, Yunonniki tarixiy falsafalar deymiz. Men shu falsafinga qarab endi o'qigan bir odam. Shuning bilan bu yerda men bu dindagi yani dinda masala borligini his qildim bu vaqtning o'zida. Dinda masala bor deganimning o'zida dinni yana biz Alloh taolo tushirgan dinda ketyapmiz yoki boshqa dinda ketyapmiz. Bunimi ham yana biz o'qigan vaqtda his qilmoqlik. Shuni o'ylab keyingi zamonlar kelgan vaqtda qarasak bu hozirgi diniy olimlarniki hammasi bizniki shu
Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliği deyimiz nurgulluğan alimlerimiz var aşının sırtıda. Aşılarını kitaplık kıvatkan nəslilerimi hemmesi şu Arapniki tuprağıda boğan ravayetlerini təbliğ kıldı misal. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Davud, Nesai, İbn Majah degендek hazır onundan başka yana bağmış 9 sahih kitap degen kitaplarını, onundan başka yana ravayet kitaplarının özünü təbliğ kıldı. Onu din dep qaraydı. Ama Kur'an-ı Kerim'nin özüne Allah Teala din dep düşürgen kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bilen hazırki en'enevi dinning özüne ya klasik dinning özüne Kur'an-ı Kerim bilen seliştiği vaqtida nurgulluğan okşamaydigan yerler çıkıdı. Onun üstüge naayeti özellikle mürekkep hem bizniki meselemizni hiç bir zaman hal kılanmaydigan şundaq çuvalçaq bir narsa çıkıdı. İnsan halkı onu başka açık boğusuz derecede indaq bir narsa çıkıdı. Çıkandan keyin bu yerde biz nurgun qatımla bu dostlarımızın bu sahatıma toxtalgan bolduq. Lekin bizniki jiq adamlarımız bu saat toxtalmay şu yana şu ravayetke berildi de aslında Allah düşürgen din nima degan vaqtda Qur'oni Kerim. Qur'oni Kerim bilen mush hazırki musulmonlar e'tiqod qilayotgan dinning o'zini selishtirgan vaqtida eng az bo'lgancha 50% o'xshamaydi. Azroq hamda 15-20% o'xshamaydigan chiqsa, u vaqtda boshqa gap. Ammo bu 50% ba'zi masalan haj faoliyatlariga o'xshash bundaq halqi ibodatlarda yoki mayda jihad tushunchisi deymiz yoki aqida tushunchisi, e'tiqod tushunchilari deymiz, siyosat, iqtisod sohasida misol buningda shu faqat u bizniki, ya'ni arablardan boshqa insonlarniki masalasini hal qilmaydigan shaklda u ashtaq formatlaq u dinchi. Ya'ni undaq aytgan vaqtida arabning ishiga yaraydigan, arabning madaniyatiga yaraydigan bir din holati kelib qolib bu narsa. Kimki o dinni o'qisa, ya'ni shu hozirgi adaniy dinni deyapman, shuni o'qisa, arabning katmini chapadigan, arab tarafda bo'ldigan, o'zining milliy kimligini unutadigan, shundaq bir holatni shakllantiradigan mundaq bir din holati kelib qoladi. Ammo Qur'oni Kerimni vaqtiga vaqtib jo'rgan vaqtda Qur'oni Kerim her millatniki o'z madaniyati, o'z urf-odati bilan yashashga, o'ziniki ilm ma'rifatlarini taraqqi qilishga va o'ziniki ayrim bir davlatning o'zini qurib chiqish va taraqqiy qildirish sohasida nurg'ulg'an yetakchilik o'zi ideyaning o'zini bizga sunadi misolda. Men mushundaq o'zi jiq narsalar bor, endi Qur'onning o'zini hammasini hozir so'zlab qo'yib bo'lmaydi. Lekin mushundaq yerni biz o'tirib qo'ygan vaqtida hamda dinda, ya'ni bulubmu hozirgi musulmonlar, bulubmu Uyg'ur musulmonlariniki e'tiqod qilib kelayotgan dinida çataqning bağlığı nəhayət eğir, yəni eğir çataq var deyişki buldu. Eğer aşındaq bo'lmasa, o çataq bo'lmasa yoki çataq azroq bo'lgan bo'lsa-mu, Uyg'ur xalqi hozirgi ahvolga tushib qolmagan bo'ladi bu. 1100 yil bo'lib qoldi hozir biz bu islom diniga kirgili bo'lsa, islom diniga kirgandan tortib Uyg'urlar bir taraqqiy qilib boqqan bir yer yo'q. Ba'zi odam deydi, islomni qabul qilgandan keyin mislsiz taraqqiy qilgan deydi. Mislsiz hech qanday taraqqiy yeri yo'q. O Uyg'ur urf-xalqının zamanı qilib qolgan xamturish bilan bir zaman taraqqiylik, undan oxirgi yenishdan boshqa hech qanday narsa yo'q edi. Asosan Uyg'urlar Uyg'ur milliy ruhini yo'qotgan, Uyg'ur milliy kimligini yo'qotgan bir ahvol yuz berishlik. Sen kim desa, Uyg'ur deyishdan musulmon deydigan, davlat quramsiz, davlat qurmay xalif qurum deydigan, ashundaq bir o'z ong'i kelib qolibki, o'ziniki davlatiga ko'ngil bo'lmaydigan, o'ziniki millati ko'ngil bo'lmaydigan, o'zining madaniyati ko'ngil bo'lmaydigan. Masalan, arabning madaniyatini islom deb tushundigan, qora kiyimning o'zini islomning kiyimi deb tushundigan odatda. Masalan, nimaning o'zida, Ramazonning o'zida Zamzam suvi bilan xom bilan iftor qilishning o'zini bu islomning ko'rsatmasiga o'xshash shunday bir narsa deb tushundirdigan, shunday ahvollar, uni da sanab tugatolmaydi bu narsani. Bütün Arap medeniyeti İslam bu bizniki nimamizga, aqidamizga singan, uning urf-odatlari hammasi bu diniy majburiyatdek. Biz ashuni qilmasak, gunohkor bo'lgandek. Bundaq bir holat shakllanishda. Shakllangandan keyin millat nima qildi degan vaqtda, shu Arabniki shu narsalarni o'zligini tashlab, shu narsaning o'zini qilmasa gunohkor bo'lgandek. Misol, eng oddiysi nurg'un o'z qarindoshlarimiz bor, bizniki shu saboqdoshlarimizning ichida, diniy olimning ichida toki
Muzika kelgan chog'da Arabning depin chasi bo'ldi, bizniki dutta tamburin chasi bo'lmaydi degan odamlar bor. Bu Arabning depi nima, bizning dutta tambur nima? Nimish qanday deysa desa, Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga kelgan vaqtida Arablar shu Madinaning arablari dapchab oldiga chiqqan deydi. Hem Arabniki dep bo'lgandan keyin dutta tamburi bo'lmagandan keyin endi dapchamay nima chaladi ham shu vaqtning o'zida. Buning o'zini his qilmoq odatda. Demak, mushundaq narsalarniki sabab bilan Uyg'ur milliy kimlikka, milliy o'zi madaniyatiga hujum qildigan, uni haqorat qildigan, uni chatqa qildigan, millatni undan so'yitadigan boshqa millatlarniki urf-odat madaniyati qiziqtiradigan mushundaq bir holat bizniki nimimizda mavjudlik buning tub sababi nari degan vaqtda tub sababi mush an'anaviy dinda. Ya'ni Qur'ondan iborat buning emas, an'anaviy dinda. Ya'ni shu Arabniki shu hikoyalarning o'zini, hadisdab o'tirib chiqqan shu hikoyalarni din deb millatga tashib qilayotgan ashi narsada xatolik. Ya'ni buni ben başdan oxir o'qib chiqqan bo'lg'achqa bu kitobning o'zini, bu aqida Arabniki islom aqidasi degan kitobni o'qib chiqqan bo'lg'achqa buning o'zini deyapman. Buning masalan Qur'on qanday bir aqida bo'lishini bo'raydi. U Arabniki masalan Ahl-Sunna vel Jamoa deydigan, Shia deydigan va hokazo aqida kitoblarda nimalar deydi. Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan hadis hisobsiz yerlar bor misol. Bu nima degan vaqtda Arabniki ko'na, ya'ni Payg'ambar alayhisalom kelishdan burun ko'na dinniki aqidani singdirib bundaq o'z aqida tuzib chiqqan yerlar bor buniki. Ya'ni o'zi qonun deydi, fiqh degan nimalar bor, shariat degan shu. Aşının o'zidimi nurg'ulg'an shu Qur'oni Karimda yo'q ahkamlar, ashnaqa yoziqliq nima uchun degan vaqtda u burunqi shu Arabniki Payg'ambar alayhisalomdan burunqi zamonda ijro qilib kelgan narsalarni din shu rivoyatlarniki vosita bilan din nomida islomning ichiga kirib olishlik. Masalan, Xutug'ahning ovozi o'rgatadigan, anadekin o'zi zinaxoning o'zini chalma kesak qilamiz deydigan, murtadni o'ltiramiz deydigan, shu islom ya'ni musulmon bo'lmagan hech har qanday bir inson u musulmonning dushmani deb qaraydigan mushunda qarashlar natibak eg'ir endi. Buning hammasini qayerdan kelgan degan vaqtda shu Arabniki shu hikoya, shu rivoyatlardan kelgan bir narsa. Bu maxsus bir qonun qilib shu fiqh kitobning o'zida jazolar degan maxsus bir bob bor. Shu bobning o'zida shu narsa hammasi yoziq bor. Misalda onun da ben bir kısmını devatman nurgun narsalar var bu yerda. Qur'on kelgan vaqtda degan vaqtda Qur'on kelgan vaqtda Qur'on yana ma gapning oxirisini bir eras gap qilibdi. Bu ondan faqat ibodatni tashabbus qilgan bir din holati kelib qoldi. Ya'ni Arabniki mush an'anaviy dini faqat ibodat qilishga tashabbus qilgan holatni nim qiliqliq insonlarga bosh ko'tarmaydigan Xitoyniki hashasiga o'xshash ishni qilib kelsa, bosh ko'tarmay ibodat qildigan shunday bir holatni paydo qiliqliq. U bir ishni qilib kelgandan keyin bir kichkina bir tafakkur qilib bir narsani o'ylig'idek bir holni qo'ymaydigan bunday holatni shakllantirib qo'yishdi. Bu shu o'z vaqtida Umayya Abbosiya sulolasi zamonida hokimiyatga xalq qarshi chiqolmagan bir yo'lni tepish uchun ibodatning turlarini orttirayotgan ekan shu kesh namoz o'qishlikin, ro'za tutishlar, shuni zikr tasbih etib, ashuni o'tib ketganda nurg'un insonlar ashuni oldinib. Endi bu shu nimalar? Shu sizin sözünüz müşahsel kesip duraylı çünkü Toxtukam azar söz biri anladıkken takım meselelerini konkretleştiririz. Bunu ikinci, üçüncü suallarda. Şu an hazır Toxtukam'dan azırak söz olay. Toxtukam siz Kerem Kam'ın gaplarını anladınız. Buna qanday qaraysiz? Bayaq so'ralgan savolim qanday qaraysiz? Mushunga javob berish bilan bilamiz. Biz g'arb dunyosiga qaraymiz. G'arb dunyosiga qarasak, hamchi Xristian dinda yoki Yahudi dinini ancha bilib ketmayman. Xristian dinida jiq reform harakatlari ilib berildi, diniy islohot harakatlari. Lekin islom dunyosida bundoq diniy islohotlar qanchalik darajada ilib berildi? Bu islomning İslam bilen Müslüman devletlerinde, Müslüman cemiyetlerdeki bu ictimai, iqtisadi ve siyasi mesele krizisler bilen boğan alakası qanchalik ve bunu ıslah qilgan bo'lamdi bu nuqtada azroq sizcha ıslah qilgan bo'ladi bu dinni yoki dinning ichidagi bu masalani ıslah qilgan bo'ladi deb qaramsiz bu haqda azroq to'xtalib berganmisiz? Buldu. Endi İslamni zamoniylashtirish
menimcha xeyli burundan islom dini shakllangan vaqtlardan boshlabla uzun vaqt o'tmayla o'ttirib chiqqan bir masala. Zamoniylashtirish deganda biz hozirgi zamondagi ma'nosini oddiy tilimiz bilan aytsak, zamoniylashtirish degan zamonga moslashtirish degan gap. Shundaqku endi uni dunyoqarash, siyosiy tushunchalar va axloqiy nuqtai nazarlar sohalardan aytganda shu zamonlardagi fan texnikaninki taraqqiyotiga, shu fan texnikaninki taraqqiyot orqali shakllangan davrdagi krizis va shu masalalarni diniy nuqtadan qanday hal qilish, shu dinni reallikqa, odamlarning turmush sarguzashtlariga va shu zamonga qanday moslashtirish degan masalalar. Endi Yevropa nuqtasini aytsak, ideologiya yoki ideya jihatiga dinmi bir xil ideya-ku. Umumjatni aytganda jamiyatdagi ideyalarninki o'zgarishi, shu masalan yangi dengiz yo'llarining ochilishidan boshlab Napoleonninki feodallik chek-chegaralarni bo'sib chiqishi, adabiyot san'atining uyg'onishi, ondan tak 19-asrlardagi oq artish harakatlariga qadar har xil sohalarda ifodalangan. Masalan biz dangliq rassomlar Dantening rasmlaridan tortib Shekspirning komediyalari qadar, Newtonninki yangi mexanikasi qadar buni har sohalardan ko'rib olamiz. Endi xristian dinidagi bu xil oq artishlar, masalan Lutherninki oq artishlari davridan boshlanganda Abay qarindishimiz deganga o'xshash har bir millatning o'ziga xos bo'lgan shakldagi yo'sinda shu diniy qatni olib berish Lutherdan boshlangan bir xil hodisa. Ayni vaqtda katolik dinninki hukmronligi ostida yerlik har qaysi millatlar o'zining tilini ishlatilmaydigan holatda, lekin Lutherga kelganda o'z tili orqali ibodat qiladigan bu xil holatlar, o'zining urf-odati bo'yicha diniy rasmiyatlarni o'taydigan bu xil ahvollar shundan keyin shakllangan. Masalan, Luther, Calvin shu vaqtlardagi uch cho'ng xristian dinidagi uch cho'ng mazhabning shakllanish davrlari shunday. Endi islom diniga nisbatan bu xil bosqichlarni beshin kechirgan. Masalan, ayni vaqtlarda Al-Farabi deymiz, Ibn Sina, Al-Biruni, bularninki aqliychilikni tabiiy Aristotelga ergashgan tabiiy panchilikni tashabbus qilgan aqliychilar yo'li bilan keyingi tariqatchilarning, sufizmchilarninki g'ayriaqliy yo'sindagi yaratuvchi bilan bevosita aloqa qilish, diniy murosim va rasmiyatlardan namoz va boshqa shakldagi har xil yo'sindagi diniy murosamlardan mustasno holda bevosita iloh bilan aloqa qilish degandek bu xil tashabbuslari shu vaqtlarda o'tirib chiqqan. Buning talash tortishlari keyin G'azzaliyning, Ibn Rushdi va Ibn Xaldun qatorliq mashhur faylasuflarninki kelishtirmishiligi qatorliq nazariya asosida ko'plab taraqqiy qilgan. Endi keyingi mezgillarga kelganda bu bo'libmi Birinchi dunyo urushi, ikkinchi dunyo urushi mezgillarida dunyo xaritasining qaytadan ratlanishi, kuchlarning, siyosiy kuchlarning qaytadan ratlanishi, Osmon imperiyalarininki taxt hukmron o'rnidan qaytib qolish jarayonlarida G'arbning masalan steam engine deymiz, shu par mashinalari va undan keyin masalan soatlarning ijod bo'lishi, soat orqali burungi vaqtlarda odamlar vaqtni 5 vaqt namoz orqalidagi vaqtlar orqali o'lchagan bo'lsa, keyingi vaqtlarda rasmiy o'lchamlik zamonni vaqt orqali o'lchaydigan texnikalashgan jamiyatning ta'sirlari, ommaviy qatnash, masalan transportation deymiz, yoki ijtimoiy aloqalar, eng dastlabki telegram va telefonlarning ijod bo'lishi umuman odamlarning ijtimoiy turmushida g'oyat zo'r darajada o'zgarishlar bo'lgan. Bu xil o'zgarishlar albatta ideologiya asosida ifodalanib chiqqan. Dal mushkul ko'z qarashlar sababidan abaysan ilib o'tgan, ig'izga ilib o'tgan masalan Max Weber deymiz, Emil Durkheim, Karl Marx bular shu vaqtlardagi dangliq sotsiologiyachilar. Bularning nazariyasi bo'yicha aytganda masalan shu fan texnikaning shu vaqtdagi taraqqiyotiga asosan bular kelgusi fan texnika taraqqiy qilib
20 asırning boshlariga borganda din yer yuzidan yo'qoldi degandek qiyoslarni o'tirib qo'ygan. Lekin amaliyot undaq bo'lgani yo'q. Endi din bir xil ideologiya, ideya shaklida 20 asrlarga kelganda taxminlaydi. Masalan, hozir yer shari nupusinki 8 milliard nupus var desak, yer sharida buningda 1 milliard 600 millionga yaqin dinsizlar bor, qolgan odamlarning hammasi dinga e'tiqod qilgan odamlar. Agarda bu sosiologiyachilarningki nazariyasi qiyos to'g'ri bo'lgan bo'lsa, avvalda rost degandek dinlar sustlashgan bo'lishi kerak edi. Undaq bo'lgani yo'q. Endi yig'ib aytganda dinlarni zamoniylashtirish mumkin. Chunki har qanday bir ideologiyani zamoniylashtirish tamoman mumkinlik ega. Endi bu xil zamoniylash qanday amalga oshadi deganda, dinga nisbatan aytganda nima uchun zamoniylashtirish zarur bo'lib qoldi, buni o'ylashga tegishli masala. O'zida bir xil tabiiy kamchilik bo'lmasa, bu o'ziga qarama-qarshi bo'lgan fanda o'tirg'i chiqayotgan yangiliklarni o'ziga tatbiqlab, o'zi qurol qilib ishlatishga zaruriyat tug'ilmagan bo'ladi. Demak, bu yerda bir ichki jihatdagi kamchilik, tabiiy kamchilik bor. Shu sababdan o zamoniylashtirishga ehtiyojliq. Dinning sirtidagi yoki dinga qarshi yo'sinda o'tirg'i chiqqan, masalan, o'tirg'i chiqqan shu mezgilda o'tirg'i chiqqan tadrijiy taraqqiyot nazariyasi deymiz. Ptolmeyninki yer markaz ta'limotiga qarshi o'tirg'i chiqqan Galileyningki nazariyalari, keyingi Kopernikning quyosh markaz ta'limotlari, bular butunlay dinninki aqidalarini butunlay qarshida nurg'un nazariyalari. Umuman İbrahim Cedillarning aytishicha yer shari 6000 yil burun yasalganda, aytishlar qaraganda, lekin keyingi quantum mexanika bo'lsin, Einsteinning nazariyalari bo'lsin, kozmologiyalik nazariyalarda hozir holatdagi olamning paydo bo'lishini kam deganda 15 milliard yildan ilgari surildi. Yani shu nazariyalar nurg'un narsalar umuman texnikalik sohalarda isbotlanib chiqqan. Buning qarshilig'i bo'lmaydi. Endi buni dinlar o'ziga tatbiq qila oladi. Nima uchun deganda dinning xuddi biologiyalik tanchalarga o'xshash tadrijiy o'zgarishga taraqqiy qilishga muhtoj. O'zining hayotiy jenni saqlab qolish zarur. Endi agarda tadrijiy taraqqiyot nuqtasini aytganda canni saqlab qolish muhim bo'lsa, har qanday bir madaniyat hodisi, din bir xil madaniyat hodisi. U amal bor. Har qanday qurolni, har qanday sohani ishlatib o'zining hayotini o'zgartirishga tirishadi. Biroq masala uningki shuni qila oladigan, qila olmaydiganligida emas, balki shundoq zamoniylashtiriishning o'ziga nima foydasi bor shuningda. Meningcha dinlarga nisbatan zamoniylashtirish yoki fan texnika shakldagi zamoniylashtirish, sekularizm yoki bu dunyolashish dinga ziyonliq. Nima uchun deganda din mohiyatini aytganda u dunyolik ideologiya, ya'ni dinning ko'zlaydigani u dunyodagi baxt. Ya'ni insonningki u dunyoga borgandagi taqdirida bu masala eng muhim. Shuning uchun masalan bizda ummatchilik bilan millatchilikning hozirgi to'qinishi va qarama-qarshiligi shu sababdan shakllangan. Dinning butun ko'zlagan haqiqiy dindor bu dunyodan voz kechgan dindor. Endi bu dunyoda masalan sufizm, tariqatchilik, buddizmning va xristian dinidagi mistisizm bularning hammasi nimadan kelib chiqqan deganda haqiqiy dindorlikdan kelib chiqqan. Endi odatdagi turmushlarni, ya'ni sekularizmni din bilan birlashtirishning o'zi amaliyotda dinga oxirgi hisobda dinninki masalan xristian dinninki tarixidan qaraydigan bo'lsakmi, bu shuni isbotlaydi. Din qanchaki bu dunyolashgan sari uningki odamlarning dinsizlashishi shuncha ko'paydi. Masalan 2000 yil burun yer sharida 170 million nupus bo'lgan. Hozir 8 milliard nupus bor. 2-3 ming yillar ilgari yer sharida 1 million dinsiz odam yo'q edi. Hozir 2 milliardga yaqin odam dinsiz. Bu xil amaliyotda bu yer sharining dastlabki tarixida insonlar yangi paydo bo'lgan davrdan boshlab hozir solishtirsak, burungi vaqtlarda hamma odam dinga ishongan odamlar, mayli animizmlik tushuncha, otashparastlik yoki buyur totem e'tiqodi, boshqa totem e'tiqodlar bo'lsin, umuman har qanday narsa jon bor deb ishonish,
bir xil tabiatdan tashqari sehriy kuchning hukmronligida narsalarning shuning kontrolligida bo'lganligiga ishonish bu bir xil diniy tushuncha, diniy e'tiqod. Bir ilohlik dinlar keyingi shakllanishi tarixda. Lekin mushkul taraqqiyotlar orqali hozirga kelganda dinsizlarningki sonning ko'payishi bir xil iqimga aylanib qolgan. Endi agarda dinlar o'zining aqidalari, o'zining dunyoni tushuntirish nazariyalari orqali o'zining masalasini o'zi hal qilolmay, fan texnikadan chiqqan nazariyalarga tayinish orqali yoki o'zini bu dunyolashtirish orqali hayotini saqlab qolishga tirishganda, u holda bu shu dinga ziyonli. Birisi uningda shu tabiiy intrinsic deymiz, tabiiy kamchilikning bog'liqini o'tirib qo'ydi. Yana birisi bu xil bu dunyolashish oxirgi hisobda bo'lganda nurg'un odamlarningki amaliyotda masalan axloqiy jihatda din bo'lmasa odamlarning axloqliq bo'la oladiganligini, xalqlik bo'lmasa demokratik jamiyatlarni odamlarning mang'iza oladiganligini yoki dinning o'tirib qo'ygan nazariyalar bo'lmasa fan texnikaniki tadrijiy taraqqiyot nazariyasi, Newton mexanikasi yoki Einsteinning nisbiylik nazariyasi bo'lsin degandek nazariya orqali dunyoninki nerdan kelib nega borligini tushuntirib yoki sharhlab, hatto amaliyotga tatbiqlab keta oladiganligiga odamlar ishongan sari dinninki bu insoniyatning ong dunyosidagi hukmronlik o'rni barbara suslashishi mumkin. Mening gapim shu yerda. To'xtaka ko'p rahmat. Emily Durkheimning bir nazariy isbot shuna bilan munosabatli. Din qancha fanga moslashgan sari qancha fan bilan fanni nazariyalarni ya'ni ilm fan bilan qancha moslig'ini saqlagan sari shuncha mavjudlikni qo'g'dab qola oladi deb sizning o'tirib qo'yganingiz bundan qarama-qarshisidek his qildim men. Lekin bir xil farqli bir xil tushuncha ekan. Hech anglab boqmagan bir tushuncha ekan. Ko'p rahmat. Turda bizga statistiklarni akab bergan bo'lsang ekranға. Biz musulmon jamiyatlarda qarab baqsaq, bek ko'p masalalarning borlig'ini his qilamiz. Mao hozir ko'ringan o'tirib qo'yganimiz hamjinslik masalasi bilan munosabatlik. Hamjinslarningki o'lim jazosi hukm qilishdan cheklangan yerlargacha va demokratik davlatlardagi ahvolida demokratik davlatlarning ko'pinchisida yoki Janubiy Amerika davlatlarining ko'pinchisida hatto to'y qilishga yo'l qo'ysa, Saudiya Arabiston, Iran, Yaman degandek davlatlar o'tirish ko'pincha bir qismi buni cheklaydi, hatto o'lim jazosiga qadar ig'ir nimalar bor, jazolar bor. Bu yerda bir o'xshashmaslikni ko'ralaymiz. Bu yerga qarab baqsaqmi, xarita deganda bu ya eski Sovet Cumhuriyatlaridan qolgan davlatlar ko'pinchisi bu kishilik huquq bilan munosabatli sijildagi bir qorong'u sijili bor davlatlarning ko'pinchisi ya O'rta Sharq davlatlar bo'lib chiqdi yoki eski Sovet Rossiyasidagi davlatlar bilan ko'p chiqdi. Ya'ni jihatda bu yana o'tkazib boshqa statistikalar kelaylik. Mao men shu nimaniki ma nima qarindishimiz aytnimada? Turdi. Shuniki nimasi ishga bir din sohasida bir ishga gap qilib keladi. Bo'ladi. Men statistikani tushuntirib qo'yganki so'zni emas sizga bersam. Bo'ldi. Unutib qolamiz sizga gapingizni. Bo'ldi, unutib qolmayman. Mavo ikkinchi statistika ostidagi toza yaxshi ko'rinmabdi. Bu qaysi statistikasi o'g'aydi, men toza o'zim unutib qoldim hozir. Mavo demokrasiya indeksi dunyoninki. Hamda qarab baqsaq Sahra 6, Sahra ustidagi musulmon davlatlar, O'rta Sharq va eski Sovet Cumhuriyatlarining yani o'xshash demokratiya bilan bo'lgan munosabatining tiki sijilini ko'ralaymiz-da. Bu yerda qip-qizil ya'ni hech qanday demokrat emas davlatlar. Yana o'tkazaylik. Mao Freedom From'ning chiqargan kishilik huquqda kishi individual o'ziga erkinlik bilan munosabatli statistika. Bundan yani eski Sovet ülkeleri yoki musulmon islom dunyosidagi davlatlarni ko'pincha hollarda ko'rib olamiz. Buna o'xshash statistikalarni ko'p yig'inchoqlasak, buna o'xshash statistikalar. Men bir qismlarini nima qildim? Ustida ostida batda ular toz yaxshi ekranda ko'rgin bo'lmaydi ekan. Endi Keremka sizdan so'raydiganim endi bu yilgi kishilik huquq, endi To'xtakamning so'zlariga o'zingiz qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan so'zingizni qo'shimcha qilgash, endi bu islom dunyosidagi demokratiya va kishilik huquq bilan munosabatlik
bu xil darajada radikallaşıp ketishning bu jihatda qat'iy diktatorlashning sababini diniy sababları nima deb qaraysiz? Bu jihatdagi ko'z qarashlaringizni biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Aldı bilan men o nimeniki Evet, so'ziga Mana. kichkina ilova qilay. Din ilm fan bilan hozirgi mush taraqqiyot bilan moslashgan vaqtda o din o'zini yo'qotadi degan bu butunlay Qur'oni Karimga zid bir narsa. Qur'oni Karim inson qancha bilgan siri, qancha o'qigan siri, qancha tadqiq qilgan siri bir narsaning o'zini, u narsaning ichida Alloh taolaniki cheksiz qudratining o'zini his qila oladi. His qilish orqali u inson Alloh taolani tunishga texnik yaqinlasha oladi. Misol Qur'oni Karimdagi birinchi tushgan oyatning o'zimi iymon etish, namoz o'qish haqida tushgan emas. Birinchisi o'qish, bilish va o'zining Parvardigorini tunish. Ya'ni iqra bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insona min alaq, iqra va robbukal akramul-lazi allama bil qalam, allamal insona ma lam ya'lam degan oyatning o'zida inson o'qigan vaqtda o'z Parvardigorini, o'zini laxt qondan yaratgan Parvardigorini tuniy oladigan bir holatga yetadi degan gap bu. Ya'ni bilim insonni iymondan, islomdan ya'ni jiroqlashtirmaydi. Hatto islomniki haqiqiy bir islom ekanligini isbotlarni o'zi topa oladi degan gap. Tepishqa nima bo'ladi degan gap. Ya'ni bundan biz bila olamizki, har qanday ilm Qur'oni Karim ko'rsatgan islomga yot emas, hattoki Qur'oni Karim buyurgan ilm u. Ya'ni qanchalik o'zi inson o'qisa, u inson nimaga o'zi dinga yaqinlasha oladi. Chunki Qur'onniki mohiyati asosan shu hamma narsaniki tegtahdagi qonuniyatlarga bog'langan bir kitob bo'lg'achqa, u o'qigan ilm ashyoga olib degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hech bir zaman inson o'qish bilan yoki hozirgi zamondagi ilm fan bilan mashg'ul bo'lgan vaqtda dindan jiroqlashib ketgan bir narsa bo'lmaydi. Ham din mushundaq o'zi yaxshi bir jamiyat qurishga uringan Qur'oni Karim. Qur'oni Karimdagi dindan iborat. Ya'ni men boya salbiy tarafidagi arablar haqida o'ydirilgan narsaga ergashganligimizni topgan ziyinni so'zlab o'tdim men boyatin birisi. U Qur'oni Karimdagi din emas u. Endi biz Qur'oni Karimdagi Qur'on o'zi ko'rsatgan, Alloh taolo o'zi ko'rsatgan dinga kelgan vaqtda cho'digan vaqtda u din asla o'zi insonning o'zini o'qishdan mahrum to'smaydi. Faqatla o'qishga bir nima qo'ydi, bir o'z prinsip qo'ydi. U prinsip nima degan vaqtda koinotniki, ya'ni har qanday bir maxluqniki ziyniga ishlatmaslik. U ilmni. İnsoniyatning va har qanday narsaning foydasi uchun to'g'ri ishlatish bu Qur'oni Karim qo'ygan prinsip. Mush prinsip ostida ish qilish har qanday ilmni o'qigan vaqtda buning o'zini Qur'oni Karim buyuradi. Boshqa hech qanday o'zi o burungi zamonda masalan payg'ambar alayhisalom zamonida Qur'onni o'qish, u buni o'qishning o'zi shu zaman loyiq o'qishda endi. Bo'lgan bo'lsa biz uni eslab olish hech qanday hojat yo'q. Nima ish degan vaqtda Qur'oni Karim har zamonda shu zamondagi ilmni o'qish orqali shu zamonga loyiq odam bo'lishni buyuradi. Hozirgi musulmonlarniki masalan nurg'un insonlarniki hozirgi zamonga loyiq bo'lolmay, hozirgi demokratik davlatlar tillab yurishi sababi nima degan vaqtda Qur'oni Karimdagi bu sohadagi narsalarning, bu sohadagi buyruqlarni o'zini tushunganlik. Bo'limi Uyg'ur musulmonlari misolda uni tushunmaganlikdan kelib chiqayotgan narsa. Endi bu islomni isloh qilib bo'lamdi degan vaqtda islomni isloh qilib boshqa narsaga o'zgartirilmaydi. Islomni isloh qilgan narsa u nima degan vaqtda bütün Qur'onning sirtidagi narsani tashlab o'tish orqali faqat Qur'onni o'tirib chiqargan vaqtda insonni hozirgi zamondagi insonlarga loyiq, hozirgi zamonga loyiq inson bo'lishga buyuradigan, hozirgi zamondagi ilmni elishga buyuradigan bir kitobni ko'rgan bo'ldi. Ya'ni shu Qur'ondan iborat shu islomga qaytgan vaqtda insonlar o'zining diniy e'tiqodini, ya'ni islomning o'zini qayta tiklab isloh qilgan bo'ladi deymiz endi. Ana qilgan vaqtda. Yani Qur'onsiz, yani musulmonlar Qur'onsiz hech bir zaman o'zini isloh qila olmaydi. Agar dinimni isloh qilaman deb qolsa yoki musulmonlikni isloh qilaman deb qolsa, Qur'onsiz hech bir zaman isloh qila olmaydi. Buniki o'zi nimasi dalili nima degan vaqtda tarixdan buyon dinlar masalan Odam alayhisalomdan tortib kelgan Qur'oni Karimda 25 payg'ambar zikr qilindi. İnsanlar shundoq ketib ketgan vaqtda, shundoq o'zi xurofiylikqa, shu ketib ketgan vaqtda shu insonlarni payg'ambar kelgandan keyin şu yeni din
ularning o'zini qutqizish orqali ularni qoidadan bir inson qilib qurib chiqqanda, shu dinlarning hammasiki tegi-takti prinsip jihatda o'xshash. Masalan, uniki ijroat sohasi har xil bo'lsa-mu, lekin prinsipi o'xshash. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz payg'ambar alayhissalom zamonidagi yoki bundan 500 yil, 600 yil burungi ishlarning o'zini hozirgi zamonda din qilmasdan Qur'oni Karimdagi dinning prinsipiga tayanishimiz lozim. Bu din bayma o qarindishimiz degandek, bu bir ideologiya. Bunun ichida misol marksizm-leninizmdagi mesela kapitalizm, sosyalizm, komünizm degandek shu ideologiyasi o'xshash bir ideologiya, u prinsip belgilaydi. Mesela Jungo o ideologiya qabul qilgan uchun sosyalizmning shu prinsipi asosan o'zini qonun chiqargan gap, nima qilgan gap. Qur'on mana bir narsa, uniki prinsipi hech bir zaman og'ir qilib qolmaydi. Ya'ni insonni oldiga o'zi mengishga tashabbus qilib turdi. İnsanlar onun uchun bu yerda burungi qilgan ishga esilmay, Qur'oni Karimdagi shu prinsipga esilgan vaqtda o'zining dinini isloh qilgan bo'ldi va zamoniga loyiq odam bo'la olgan bo'ldi. O'z millati, o'ziniki vatani uchun kurash qila olgandek bir holatga kela oladi mana shu vaqtda. To'liq bir odam bo'la olgandan keyin, ilmli odam bo'la olgandan keyin. Zaki Kerem aka, bayaq suallarning oxirini yana siz yana so'zlab beraman. Demek olan gibi siz hem de hazır sözlerinizi qardım hem de ıslah qilish kerak. Mındaq Qur'onning yo'li bilan ma'nosi shunda hem demokratik işte zamonaviy qimmat qarashlarni sig'dira oladi dedingiz. Lekin hem de İslam tarixiga qarab baqsak, haqiqatan g'arbdagi o'xshash bir demokratik davlat chiqqan tarixni ko'mdik biz. Masalan, ayollar huquqlaymiz, bola kelinlar meselesindeymiz. Yani bunda tarix İslam tarixida yo'q. Hem g'arb tarixi chiqqandan keyin ham g'arbda bo'lgan narsalar ham bizning dinimizga texnik mos keldi desak, bu yerga bir xil men bir tutarsizlikni his qilgandek, bir bilan moslashmagandek his qildim. Albatta. Bayaq men sizga degandek statistikalarni o'tirib qo'ygandek, masalan, hamjins masalasida qattiq islomning pozitsiyasi. Masalan, ayollar huquq masalasi jihatda, bola kelinlar masalasi jihatda hamda islom dunyosida azaldan islom dunyosi vaqtdan tortib bir masalalar payg'ambar alayhissalomning zaten sunnatlarini o'qisaqmi, bola kelin masalasi deymiz, ayollar huquq masalasi deymiz. Bu masalalarda umum jihatdan ham islomning boshlang'ich tarixidan e'tiboran bir masalaning bog'lig'ini ham obyektiv bir nuqtadan turib qarasaqda, islom diniga ishongan bir tubdan emas, hamda islomni mustaqil bir kuzatkichi tishdan sirtdan kuzatkichi sifatida episak. Yani bu jihatlarga qarashlaringiz qanday qaraysiz? Buni hamda bu jihatda isloh qilgan bo'lamdi islomni? Mushta kishilik huquq masalalariga moslashtirgan bo'lamdi? Bu yerda ikki narsa bor. Birinchi, Qur'oni Karim qanday davlat qurishning o'zini bizga buyurgan misolda. Qur'oni Karimdagi davlatchilik prinsiplarini tushunishimiz lozim. İkincisi şu prinsip asasen Peygamber Aleyhisselam qanday davlat qurgan. Qolgan Peygamber Aleyhisselamdan keyingi zamandagi qurilgan davlatni biz uni hisob qilib ketmaymiz. Nima uchun degan vaqtda Umayya, Abbasiya sulolasi zaten islom qarshi qurilgan bir davlatlar. Ammo Peygamber Aleyhisselam zamonida degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam har qanday dindagi, har qanday o'zi millat, har qanday mazhabdagi insonlarning o'zini bir bayroqni ostiga chiqa olgan. Peygamber Aleyhisselam mesela Madinaga kelgan vaqtda Medine ahdnamasini tuzgan vaqtda Madinadagi aholisiniki 40-45% Yahudlarni tarkib topgan. O'shaning o'zida Madina shahrining o'zini qo'g'dash uchun hammasi o'rtaq bir jo'ziga kelib, shu yerda Madina ahdnamasini tuzgan va payg'ambar alayhisalom vafot bo'lishdan 6 oy burungi Tabuk urushining o'zidami bu o'zi 50 necha qabilaga yetgan. Shu qabilaning ichida ba'zilari islom diniga e'tiqod qilgan shu qabilaning ichida bir qism insonlar islom diniga kirgan bo'lsa, nurg'unlar o'z dinini qilib qilish sharti bilan shu alqi hokimiyatga bo'ysunish nemasi bilan kirgan. Yahudlarmi o'zimizniki dinni qilib qolamiz, davlatga bosh to'laymiz deb shunday kirgan. Shuni u yerda narsa nima degan vaqtda agar davlatga hokimiyatga qarshi chiqmasa, e'tiqod o'ziniki har odamning o'zining shaxsiy ishi. Qur'oni Karim bunday buyuradi. Lakum dinikum valiyadin degan oyatning o'zimi har odamning diniy e'tiqodi o'ziga. Chunki nima chiqadi degan vaqtda diniy e'tiqod inson bilan insonning o'tirishlik narsa emas. İnsan bilan Allohning o'tirishlik narsa u. Unda qo'ygandan keyin u Alloh bilan insonning o'tirishlik narsasini inson bilan insonning o'tirishlik narsasiga aylantirish orqali bir-biriga dushmanlik paydo qilish Qur'oni Karim cheklagan bir ish u. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda qanday diniy e'tiqod qilsin, bu yerda Qur'oni Karim hech bir zaman bir insonning o'zini majburiy musulmon bo'lishga buyurmaydi. La ikraha fid din degan oyatga maxsus dinda zo'rlash yo'q, ya'ni
Bunun o'xshash ayet To'g'ri, yaman shuncha jiq. bo'lgandan o masalani ancha bir qaraytirishaqliq demoqchiman. Men faqat tushunamadim. Ben bayağı biz degandek ayollar huquq masalasi, ham jins masalasi, bolalar Yo'q, masalasi, mayli hozirgi davlat vaqtda bu masalan demokratik tuzumningmi hammasi islom qabul qilmaydi, to'g'ri. Uning ichida ha, qabul qila o'zlarda oladigan yolg'iz yerlari bor. Masalan, inson haqlari deymiz, undan keyin hamma odamga o'xshash muomala qilish deymiz. Masalan, bu narsalarning hammasini islom qabul qila oladi, ya'ni Qur'on qabul qila oladi. Endi o'xshash jinslarni to'y qilishi deymiz, hayvonlar bilan to'y qilish deymiz. Ashuna o'xshash har xil o'zi narsalar bor. Bundaq narsalarning o'zini islom qabul qilolmaydi. Ya'ni buning o'zini islom oshqun bir ish deb qaraydi. Men bu ashta qarayman, demokratiyaning oshqun tarafi bu. lekin hayvonlar bilan to'y qilish masalasining borlig'ini men ancha bilmaydi ekanman. Bu masala g'arbdami yo'q undaq bir masala. U hamda jins masalasi o ayrim bir masalada, hamda o ayollar hayvonlar masalasi hayvonlarni istismor qilganga kirib ketadi, hayvonlarning huquqini depsani qilganga kirib ketadi. G'arbda intayin qarshi, g'arb demokratizm bir qarshi bir ahvol, unda ish mumkin emas. Endi Yo'q, men bu degan sizlar men so'limga umumiyan javob berdingiz. Endi ba'zi yerlarni haqiqatan deganingizdek demokratiya bilan moslashadigan yerlar bor islomning. Ba'zi yerlar moslashmaydi demoqchi-ku. Dema xato. to'g'ri. Uni Keremka insonlikning sirtiga chiqaradigan insonlarni, undan insonlikniki insonlikni ojizlashtiradigan, insoniy g'ururni ojizlashtiradigan bundaq narsalarga islom uni qabul qilmaydi. Uning o'zini qo'llamaydi asosan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda insonlikqa, insonniki o'zi vijdon g'ururiga tegmaydigan shakldagi bundaq narsalarning o'zini islom qo'llaydi. ham bu millik sizning deganingiz Hayvonlar bu. to'y qilish degan gapning o'zini men mundaq chiqarib qo'ygan narsa emas. Men 2002da Norvegiyaga keldim. 2003da Fransiyada bir xotinning o'zi bir ishtil to'y qilgan, uni 17 odam kelgan degan hozircha esimda borki. Ashunday bir xabarni o'zini olganman. Bu endi simvollik bir narsa bo'lishi qanaqki, unda rasmda bir narsaning bo'lishi mumkin emas. Chunki bu hayvonlarning kishilik huquq masalasi bilan chetilgan bir masala emas. Chunki hayvonning rizosini ololmaysiz u yerda. Bu tabiatning nimasi bilan endi hayvon bilan inson ikki tur o'tirsizki, bu narsa toza bir mantiqli bir narsa emas. Endi siz hamda insonning vijdoniga qimmat qarashlari xilof bo'lishi mumkin dedingiz, ham sizning bu deganingizmi, endi sizning bir qimmat qarashingizda endi buni insonning vijdoniga qimmat qarashiga yoki tabiatga, chunki tabiatning o'zida ham 260 xildan ko'proq jonliqda bu amjinslik masalasi bor. Eshakdan tortib hatto chiving'icha borlig'i bu tadqiqot biologik tadqiqotlarda e'lon qilingan narsalarda, isbotlangan narsalar. Albatta sizning ko'z qarashingiz bu yerda farqli bo'lishi mumkin, farqli bir xil nima qilishingiz mumkin. Lekin dunyodagi yana buning bilan munosabatli narsalar farqli. Endi ikki jihatda men qarasam ba'zi o'xshashliklarni ham singdirgan bo'ladigan nuqtalar borki, islom bilan zamonaviy jamiyatniki yana qabul qilmaydigan nuqtalarmi borkan deb his qildim. Endi to'xtika sizgadan boshlab kelsak, endi boyaqi Keremkamning degan gaplarga o'zingizning bir qo'shimcha qilgan gaplaringiz bo'lsa qo'shimcha qilsangiz bo'ldi. Andan keyin bu biz yana islom bilan davlat masalasiga kelaylik. Masalan, biz hep bilimiz chet elning demisini qabul qilaylik, ilm-fanni qabul qilaylik, siyosiy islohotini qabul qilaylik, texnikasini qabul qilaylik, lekin axloqi bilan ideologiyasini qabul qilmaylik deydigan gaplar bizda bak moda. Lekin biz o'ylamaymiz odatda ularning o ilm-fanniki o siyosiy qurilmasining u yerda o'sib yetilib, pishib yetilib chiqishidagi asosiy rolni o'ynagan narsalar yana shu jamiyat ahvolida shularning ideologiyasi, shularning axloq tushunchalari bilan zich munosabatli hamda jamiyatshunoslik narsalarda. Chunki u yerda u kang qo'soq muomala, chunki har xil jinsiy yo'nalish, jinsiyatdagi har xil fikrdagi insonlar bo'lgan kang qo'soqlik demokratik tuzum bo'lmasa, zaten u yerda fan texnikaning taraqqiy qilishi yoki siyosiy bir islohotning ilib berilishi mumkin emas. Endi siz bu jihatda endi islom dinining siyosiy yapsi yoki islom dini hamda İbrahim dinlarının ko'pinchisi hamda xristian dinini ko'pincha tarixiy jarayonlarda jiq reform qilib hamda hozirgidek sal passiv bir holatga olib keldi. Lekin islom dinida hozirgacha hamda o'tir sharqning butun siyosiy klimatida dominant bir kuchda. Endi u meni so'ramoqchi bo'lgan savolim, endi sizcha bu
bugungi demokratik sistem hamda islom dinimi bir boshqurish bir xil alternativ hozir Xitoy hukumatining dunyoga bir alternativ bir xil siyosiy sistem sungandek islom dinimi bir xil siyosiy sistem sunadi hamda buni shariat deb atayli yoki siyosal islom deb atayli ihvon bilan musulmon qarindoshlar jamiyatiga o'xshash. Hem sizce haqiqiy masalan Amerika'nın misalga almayman şu İsveç bilen Finlandiya'nın ölçemlerdeki bir demokratik sisteminin İslam dininin mevcut qoğduğan İslam dinini teşebbüs qıldıgan siyasi sistem bilen bolgan farqını siz yoki muşni sig'dirishchanligiga bolgan hozirgi demokratik jamiyatni İslam diniki qanday qaraysiz bu jihatdan? Sualim qalaymqon bo'lib ketdi, to'g'ri ifodalab beraldimmi? Yaxshi bo'ldi. Men oldi bilan abayqi o'tirib qo'ygan nuqtai nazarimdanki bir qismlarini azto'la aniqlab olsam dedim. Endi masalan zamonaviylashtirishdanki dinga bo'lgan tahdidi bu nuqtadan aytganda buni radikal dinchilar eng tushundi. Masalan islom dinidagi radikalchilar nima uchun isloh qilishga yoki zamonaviylashtirishga qarshi deganda ular dinninki haqiqiy mohiyatidan chiqadi yoki ular bu xil zamonaviylashtirishning oxirgi hisobda bu dinninki taqdiriga bo'lgan ziyonliq ekanligini yoki oxirgi hisobda shu dinning ustidan bu boshqacha bir xil dunyoqarashninki ustun o'ringa chiqib ketaoladiganligini tushungan bo'lg'achqa buningga qarshi. Endi qarindoshimiz deydi dinninki o'zining ichki nuqtasidan chiqib masalan Qur'on Karimning aytganlari dinning o'zining prinsiplari bor, har qanday bir ideologiyaninki yadroliq aqidalari, prinsiplari bor. Shuningga o'xshash marksizm, kommunizmning aqidalari bor. Masalan sotsializmchilar, masalan North Korea bo'lsin, Kuba bo'lsin yoki Xitoy bo'lsin, hammasi kommunizmchilar. Bu dinga o'xshash ideologiyada. Bular tan texnikani qabul qilganda ularningki tatbiqlaydigani shu xil sotsialistik nizomnomiga mos kelganlarini tatbiqlaydi, mos kelmaganlarini tatbiqlamaydi. Endi yana birisi buningki zihni yoki zamonaviylashtirishning oxirgi hisobda dinninki hayotini oxirlashtirganligining isboti Yevropa masalan 90% yevropaliklar asosan din bilan kori yo'qda. Bu Ptolmeyning davridagi masalan ayni vaqtda Rim imperiyasi davridagi Yevropadan butunlay farqli. Nima uchun bu xilotlar shakllandi? Buningki asosli adabiyot san'atining qayta uyg'onishi, ma'rifatchilik harakatlari, masalan oqartish harakatlari va keyingi modernizm masalan modernizm degan bir yangi aqimga 19-asrlarda o'tirib chiqqan Picassoning rasmlaridan tortib Freudning nazariyalariga qadar bularni qayta ta'kidlab yurishning o'zi. Umuman dunyoning umumiy tarixi nuqtasini aytganda bu shunaqa aqim. Bizga nisbatan aytganda radikal dinchilar nayt aqlliq. Ular bu xil narsaning zihnini ta'sirini obdan tushunadi. Shunaq bo'lg'achqa ular buning qarshi. Ham biz nima uchun islomni isloh qilamiz, zamonaviylashtiramiz degan masalani o'tirib qo'yib olamiz. Bizga nisbatan o arab islom jamiyatininki nim bo'lib ketishi menga nisbatan qilchi kerak yo'qda, menga muhim emas. U arablar nim bo'lsa mening chatig'im yo'q. Muhimi bu masalani yig'inchoqliq aytsak, bu masalani o'tirib qo'yishlik sabab buning hozirgi Uyg'urlarga nim ta'siri bo'ldi. Shu muhimda. Nurg'un odamlar go'daklarcha o'ylaydiki, agarda islom isloh qilinsa, yaxshi bo'lib ketsa, bizningki millatimiz gullandi degan nuqtai nazarda. Lekin buni hamda balkim shunaq bo'lishi mumkin. Tarixni hech kim oldin ko'rib birim deganmaydi. Masala shunaq bo'lgan taqdirda qanday bir holatlar shakllanmoqchi. Masalan, millatchilik bilan ummatchilik bu ikki nuqtasini aytganda, bu xil ummatchilik dinninki o'zining hukmronligini tiklaydigan bir xil hodisa. Masalan, biz hozir yuz berayotgan hodisa nurg'un ummatchilar ularning ko'zlaydigani millatning masalasi emas, dinning masalasi. O'zining u dunyoga borgandagi taqdiri masalasi, jannatga kiramdim, kirmamdim. Shu masala birinchi o'rinda. Endi millatchilik masalasi bizga nisbatan aytganda islomninki isloh qilish zamonlashishiningki tak-takdan aytganda to'mirdan aytganda bizning ko'zlaydiganimiz biz go'daklarcha o'ylaymiz. Islom isloh bo'lsa, zamonaviy bo'lsa, bizning Uyg'ur millati uyg'ondi.
millatimizninki kelgusi taqdiri yaxshi bo'ldi deb o'ylaymiz. Lekin shu narsa aniq bo'lishi kerakki, bizdek majruhlik qilib bir millatga nisbatan yo'l boshlaydig'ini, millatning kelgusi nishonini, kelgusi taqdiri ustida o'ylanib, ularga yo'l boshlaydig'ini dinchilar emas, ziyolilar. Buni hukmronlar dunyoning har qanday yerida bo'ldi. Masalan, Irondagi Xumayniylarni taxtga chiqargan amerikaliklar ayni vaqtda Mamad Shohning millatchiligiga hukmronlar qarshi turib, dinni yo'lab o'tirg'a chiqqan. Pashtullarning Afg'onistondagi Talibanlarning o'tirg'a chiqishini Amerika bilan Rossiya o'tirg'a chiqqan. Ularning millatchiligini cheklab. Haqiqiy millatchilik, Uyg'urlarning millatchiligi nimadan boshlangan? Ziyolilardan. Uyg'urlik degan hukmning o'tirg'a chiqishini ziyolilar o'tirg'a qo'yib chiqqan masala. Abay aqarindishimiz mi deydi? Uyg'urlar o'zining nima millatligini bilmaydi, sen kim o desa men musulmon deydi deb. Bu haqiqatan shundoq. Masalan, bizningki o'zimiz sahrolarda cho'ng bo'lgan 90% Uyg'ur aholisi o'zininki kimligini so'rasa men musulmon deb chiqadi, Uyg'ur deb chiqadigan yo'q. Haqiqiy Uyg'urlikni ijod qilib, ratlab, to'xtamasdan ijod qilib chiqayotgani ziyolilar. Abdurahim O'tkirning masalan izlagan she'ri bor. Buningda chiqsa bo'ron ko'ch suqumlar ham ko'milmas izimiz deydi. Bu ko'milmas iz nada? Bu izni haqiqiy mendan aytganda u tugilarninki yoki bizning piyimlarimizning qumloqda qoldirib ketgan iz emas, yoki bizning qumloqda sajda qilganda qilib qolgan tizimimizning iz emas. U nima iz? U Uyg'urlikning ruhi, Uyg'urlikni to'xtamasdan ijod qilib, yengilab mengishning izi. Biz go'daklarcha islomni xalqaro islom isloh bo'lsa biz o'yg'in. Hozirgi amaliyot unaqa emas demoqchi bo'ldim. Masalan, ummatchilar bu ziyolilar tashkillayotgan ziyolilar yetakchilik qilayotgan millatchilikka butunlay mos kelmaydi yoki uningga qarshi turadi. Buning asosiy sabab bu dinning ko'zlaygani bilan ziyolilarningki yoki zamonaviy dunyoning ko'zlaydigani ikkisi butunlay o'xshamaydigan masala. Endi sening degan demokratiyalash masalan kelsan, bu masalani biz oldin qatimdagi bir intervyu leksiyada bayon qilib o'tgan. Mening ko'z qarashim o'zgargani yo'q. Dogma adolatning asosi bo'lolmaydi. Chunki dogma har vaqt o'zining mavjudligini saqlash uchun, chunki dogma bo'lish uchun u hukmronlikda turish kerak. Yoki hokimiyatga yelinib, hokimiyatga moslashish orqali yoki bo'lmasa hokimiyat orqali odamlarning ro'y dunyosi qo'rqinch vahim turg'izish orqali. Bu o'zgarib boqqani yo'q dunyo tarixida. Mayli xristian dini bo'lsin, eng mo'tadil deb qaralgan budda dini bo'lsin, masalan Aung San Suu Kyi'ning buddistlarning musulmonlarga qanday qirg'anligini hammamizga ma'lum. Dunyoda tinchlikni xohlaydigan din yo'q. Umuman din bayada tafriqchilik, jidal majra bo'lmay qolmaydi. Islomni masalan biz tinchlik dini deymiz, lekin tarixdan o'ylab keladigan bo'lsak, bizning Uyg'urlarning tarixida 300 yillik qirg'inchilik, oppoq hujlar, qartaqliqlar, oqtaqliqlar orasiga buning tipik misoli. Endi umuman ideologiya mayli kommunizm bo'lsin yoki din bo'lsin, bu o'zini saqlab qolish uchun hokimiyat nuqtasini aytganda diktatorlik tayindi, bilish nazariyasi nuqtasini, insoniyatningki bilish nuqtasini aytganda nodonlik tayindi. Bu nodonlikningki shu qadar kuchliligini hukmronlar shundoq bildi. Azaldan biz Uyg'urlarni boshqarishda bizni hukmronlik qilganlar dinchilardan foydalangan. Hozirgi qirg'inchilikda eng zo'r ziyon tortganlarimiz ziyolilar. Azaldan hukmronlarningki yo'qitib kelgani ziyolilar. Nima uchun ziyolilar millatningki beshi? Millatning kelgusi taqdirini belgilaydiganlar shular. Hech qachon mollamlar emas, dinchilar emas. Buni aytganda mening fikrim o'zgargani yo'q. Shunga burunqi gapimni yana ta'kidlab o'tirishimning hojati yo'q. John Rawlsning yoki Jean-Jacques Rousseau'ning bo'lsin yoki Robert Dahlning bu nazariyalarini qayta o'tirib qo'yishning hojati yo'q. Demak, dogma diktatorlik qilib bordi, nodonlik qilib bordi. Bu xil dogma holatda demokratiyaning ig'zishi mumkin emas. Chunki demokratiyaning ko'zlaydig'ini o'xshamagan fikr raqamliklar, o'xshamagan dunyo qarash va o'xshamagan turmush yo'llarini o'rtaq e'tirof qilish. Endi balkim dogma yoki nodonlar bilan bilimliklar bir yerda yashay olishi mumkin. Abay qarindishimizning degani masalan islom dini bilimni qadrlaydi dedi. Bizning anglaganimizda masalan bilim
bilim chinda bo'lsa-mu o'rgandaydigan bir nuqtai nazar bor yoki shunaqa bir hukm bor deb bilamiz. Bu yerda deyilgan bilim qandaq bilim? Buni mandaq tarjim qilib aytsak, islom dinidan boshqa bilim yo'q degan gap. Masalan, Chinni Xitoy deylik. Xitoyda qandaq bilim bor? Atizm bor. Marksizm, kommunizmning o'zi atizm. Endi sen Chinga berib bilim o'rgan desak, atizmni o'rganishga yo'l qo'yamdi degan mumkin emas. Agarda Chin bir simvollik ma'nodagi gap, u dunyoning arab islom doirasining sirtidagi yalan ko'rsa desak, masalan, Amerikan deylik. Angliyan deylik. Angliyada nima bor? Tadrijiy taraqqiyot nazariyasi bor Darwinning. Amerikada nima bor? Einsteinning nisbiylik nazariyasi. Uning butun inkor qildig'ini dinninki yaratish, yaralmish nazariyalari tadrijiy taraqqiyotning deyilg'ini insonning qanday bo'lishini dindan butunlay boshqa tushuntirgan nazariyalar. Undaq bo'lsa, bilim chinda bo'lsa o'rgan degan nazariya rost shundaqmikan? Undaq emas. Uning demakchi o'g'ini islom dinininki degan bilimi birdan bir haqiqat degan ma'nodagi gap. Buni kommunizmchilar ham o'xshash deydi. Sen Yevropaga berib bilim o'rgan, Amerikaga berib bilim o'rgan deydi. Lekin qaytib kelgandan keyinchi ularni o'lchaydigan nima? Kommunizmninki bir qancha moddasi orqali o'lchaydi. 200-yilchilar yoki taraqturuq deganlar orqali. Bu George Orwellninki 1984-yilning kitobida shu qadar aniq yozilgan. Endi bu masalani yig'ib aytganda mayli islomni zamoniylashtirish, u masala u arablar islom doirasidagilar uzun yil talash qilgan masala. Bizga muhimi, bizga buning nima foydasi? Rost foydasi tegamni tegmamdi. Buni hozirgi millatchilar bilan ummatchilarningki qarama-qarshiligi va ziddiyati nuqtasidan qarasaqlar masala shu qadar aniq. Endi dunyoning tarixidan aytsak, hech qachon din o'zligidan bir demokratik hokimiyatni yoki o'xshamagan turmush shaklidagi ko'p xil madaniyatlik, ko'p xil dunyoqarashga ega bir xil sistemani tiklab chiqa olgan emas. Chunki o'zining hayotini saqlab qolish kerak. Uningki hayotini saqlab qolishga birdan bir yo'l o'zininki aytgan nazariyalarining birdan bir haqiqat ekanligini, oxirgi nuqtadagi eng oliy haqiqat ekanligida ching turish. Agarda shu nuqtada ching turolmaganda, u xil nazariyalarningki uli yemiriladigan gap. To'xtaka ko'p rahmat. Vaqtimiz shunda az hamdi. Ya'ni bir 10 minut qolsak bo'ldi. Shunga chiqaylik savollarga amal bir yig'incha javob bersanglar texmo yaxshi bo'ldi. Bir savolimiz chiqibdi-kan, bu siz falsafa bilan munosabatli kerak-ki, to'xtaka sizga azroq mushunday bir qo'shimcha qilsangiz, anan keyin Keremkamga o'tib ketaymi. Bizning Parijdagi bir turk bolaning so'ragan savol-ki, islom dinini sotsializmga texim yaqinroqmi yoki liberalizmga texim yaqinroqmi dinni deb so'rabdi. Buning qisqacha bir 2-3 minut bilan bir javob bersangiz, anan keyin Zakirkamga o'tib ketaylik. Menimcha mening ko'z qarashimda balkim xato bo'lishi mumkin. Kommunizm bilan yoki sotsializm bilan, atalmish sotsializm bilan dinninki siyosat nuqtasidan aytganda asosan o'xshash. Har ikkilisi ma'lum bir xil o'zi to'g'ri deb qaragan ideologiyani hukmron o'ringa qo'yishni istaydi. Bu xil hukmronlik o'rindan voz kechmaydi. Uningga mayli qon to'kish bo'lsin. Masalan, kommunizm uchun qon to'kkan millionlagan odamlar bor. Din uchun qon to'kkan millionlagan odamlar bor. Bu nuqtadan aytganda kommunizm bilan dinninki yaqinchiligi liberalizm bilan dinni qaraganda yaqinroq. Endi liberalizm bu menimcha dinga ehtimol qarshi bo'lgan nazariyalar kuchli bo'lishi mumkin, lekin dinga yaqin kelish ehtimolligi yaqin emas. To'xtaka ko'p rahmat. Zakir akam, sizmi To'xtakamning savollariga qanday javob bersiz? Shuni bir avval qiziqadigan nuqtamiz, shunga bir javob bersangiz To'xtakamning savollariga. Andan keyin boyaqi Nobel mukofotiga olganlarning tizimlikin bir ekranga kelib bergan bo'lsang turdi. Endi biz islom jamiyatida qarasak, Nobel mukofotiga erishganlarning asosiy jihatdan o'xshash kulturdagilarning islom ilm-fan bilan endi to'liq isbotlab beramizmi? Az ko'pdir bizga bir xaritadek bir xil rol o'ynab bersa deb mau nimani ib keldim. Asosli qarasak 20
Nobel mükafatı algan toplam 15 Müslüman bakan. O 15 Müslüman Nobel mükafatı algan Müslümanın 8'i tinchlik mukofot aldı. Yani siyasi berilgen mukofot demdik. Qolgan 3'i ximiya bilan munosabatlik Nobel mukofoti va 3 ximiya bilan Nobel bergan Nobel mukofotining adamlarını ekranga ip keldik. Birisi Mısırlık Amerikalık bilim insanı, ikincisi Türk Amerikalık, üçüncüsü Tunus Amerikalık. Yani yerimi Amerikalık da bularınki. Yani bir fizikçi var, Nobel mükafatı algan Pakistanlık fizikçi Muhammed Abdusalam ve bu adamın Pakistan hükümeti gayrimüslim dep, şu bu adam Pakistan'dan kaçıp London'a gitipti de. İslam dünyasındaki birden-bir Pakistan'dan çıkan bir fizikçi, teorik fizikçi. Bu adamdan birden-bir çıkan bir fizikçi Müslüman devletliği patmay, yana garip ketken gap London'a. Başka tabii pende, yak ictimai pende, ya tabii pende asaslıkta bu xillik mukofot algan, Nobel mukofoti algan başka bir Müslüman alim yok. Endi biz qarab bakmız İslam dini ilim pengiga bilan bo'lgan munosabatda shunday yaxshi ilim fanni qo'llaydi, quvvatlaydi deymiz. Endi ilim fan bilan munosabatli teoriyalar bilan moslashmagan yerlarimiz ko'p. Endi sizcha endi Uyg'urlar 1000 yildan beri, 1000 necha yildan beri endi musulmonlar ko'p dinga e'tiqod qilib kelyotidi. Endi nemishqa bu musulmon dunyosida bu xil sizning nazariyangizdagi Qur'onda ilim fanni bek Qur'on ilim fanni bek qo'llaydi deydigan nuqtangiz bilan ipmasak, bu ko'zimizning oldidagi bu manzilning mantiqisi nima emas senga? Nemishqa bundaq bo'lib ketadi? Siz bu jihatda o'zingizning ko'z qarashingizni azoq so'zlab bersangiz. Aldı bilen bu kardeşimizniki gipiga men deydiğim buniki tunuştuğan İslam en'enevi İslam. Kur'an'daki İslam emas o. Bunu hazır ben sözlep tüketip olamayım bu yerde endi çekilip bir vaktinin içinde. Bununla 1-2 saat vakti olduğun gibi mahsus. Onun dekin hazır devatımız en'enevi İslam yani Kur'an-ı Kerim'den çık ketken haletteki Arap'ındaki hikaye çöçekleri tayanılan, Arap'ın konu itikada tayanılan İslam boğalığı için insanların arasında mesela mezhepleşiş, her xil radikalleş işler mevcut olan, onundaki bu dinin neminin özüne, ilimnin özüne, ilim fennin özüne hazım kılamaygan bir halet şekillenlik. Bu doğru nemindeki kardeşimiz diyen gibi bu ilim fenni kubul kılanmaydı. Ne için diye baktım, şu din hazır ilim fenni kubul kılanmaydı. Kur'an'da onda emas. Ben bayatım biz diyenim şu din iki xil. İslam dini. Kur'an'daki din ayrım. Ama hazırki itikat kılavatkan din ayrım. Bunu hazır dünyada nurgun alimler çıktı. Türkiye'den cık alimler çıktı. Arap memleketlerden çıkmadı bu alimler. Dinini ıslah kılmışsak olmaydı dediğin. Kana ıslah kıldı diye vakta Kur'an'ın sırtığı yepişi olan bütün ahlakını taşlayıp edip Kur'an'ın oturga çıkışı arkalık ıslah kılış. Bunun kiti vardı de. Eğer açlık kılmasa bu insanlar hiçbir zaman şu nadallıkını kutlanmaydı, kembegalçılıkını kutlanmaydı, iş kılıpmaydı. Dünyada ahlak toplu ütkedir diyen gebendi. Şunun için bu hemmesi ıslah kılımızdaydı, kana ıslah kıldı diye vakıda Kur'an arkalık ıslah kıldı. Çünkü tarihten bu yan her peygamber kege vakıda konu kepka şu eskrep ketken dinin özüne yeni dinin namı ölen onun özünü ıslah kılıp yenilap özü kegen tarih bade. Kudu şuna okşaş, hazır kolumuzda Kur'an ba. Onun üstünde minliğen, 10 minliğen kitap var mesela. Şu kitabın hemesini din dep okuydu. Ama şunun hemesini süpürüp taşlap Kur'an'a qaytışımız gerek. Şu vaktinin özünde Müslümanların özüne biz resmi Allah Teala özü Kur'an-ı Kerim gösterken haletteki Müslüman haleti ekelimiz. Onundaki bu dünyadaki insanlar bilen çıkışalaydıgan, ilim fen bilen çıkışalaydıgan, medeniyet bilen, terakkiyat bilen çıkışalaydıgan bir insanlar olup yitildi değillik. Kur'an zaten şunu bayan kılıklık. Hem de bu yerde hazır Kur'an'daki mahiyetini hemen de düşünmek de Arapça oğandakin. Onda oğandakin bunu da hazır kılma bayan kılınavatkan köp sandaki %90% adamlarındaki bayan kılınavatkan dini hazır enenevi. Yani Arapça okunduğun bir din oğanlık için bunun karta bu din diyen muştak neyse. Zaten adet yaxşı ahlakını kabul kılamaydı bu adette. O ilim fen ayrılık hep kalsın değillik nurgun adamda. İkinci sual neydi?
Şu ilim-fen bilen boğan münasebeti toğruluq sordum Ya, asasında. Endi sizlar ilim-feni qanchalik derecede azıq zamonaviy ilim-feni qanchalik derecede hazm qila oladi islom dini? Masalan, İslam dini her kandak ilim feninin özüne. Çünkü İslam dini her insan şu özünün zamanıdaki en ilgar insan bu yetişişinin özüne boruydu. Kur'an. İnsan şu zamanda en ilgar adem buluştun, şu zamandaki ilim fenini biliş gerek. Kur'an'daki bizge koygan talepleri bu. Hem de bizim hazır ağır kadro otkan nesni mi diye vakıda Kur'an okuysa, o hadis okuysa, onun Kur'an yadlaysa dep ma hazır ilim fenini jiraklaştırıp kitotkan bir menziri var mayının özde. Din namını kitotkan işler. Bu Kur'an'da ondan nesi yok. Bay diyenge okşaş, din iki xil. Kur'an'daki Allah Teala bizge yani insaniyet evetken din ayrım. Bu hazır ma insanlar itikat kılavatkan 90%. Yani cihtavatkan bolsam 80% değil. İnsanların itikat kılavatkan nesi ayrım olup gittiklik. Şu hazır vaxtda bunu ıslah kılmışsak olmayı deyişinin sebebi ma o. Bu ma Kur'an'daki din oturup çıkan vaxtda bu nim kıl diye vaxtda bayağı kas tüzümü doğru geldi diyen bir gap çıktı o. Bu Kur'an-ı Kerim'deki aslında bu şu laiklik tüzüm bağı hiç kadar dini itikadını özü ne kılmasın dini itikadındaki tesiri uçurumgan halatda ilim mantık bilen devlet başkuruş. Devletin içindeki her kandak bir milletke ya her kandak din mezhepke tiki insanlara okşaş musabit durup öz muamele kılış. Kur'an bunu buyurgan nesi bu? Kur'an'daki nesi bu? Tarixi bu bakamakam işte bir devlet İslam tarixini 102 yıl okugan hem de İslam tarixi hakikaten şundaq bir devlet bulup baktım dini karar vermeyi. Peygamber Aleyhisselam'daki zamanısı oldu. Bunu hazır ben bayatını sözlesek gapni yerim keyençak kesilip kettik o. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanısı bolgan işler bu. Onun başka vakitte ahırsız ki bu bütünle ahı yenip ketkendiken zaten Araplık tarihinde var bu neyse Araplar burun Araplık qaytıp ketdi degan öz tarixte məxsus yazık neyse var. Demek nima diye vakitte İslam'da 23 yıl Peygamber Aleyhisselam ular tebliğ kılgan bilen o 20 yıl ötmeylikin nima özü bütün sahabalını ötürüp özü o yerde Umayye Abbasiye sulalası kurulgan vakitte tamamen ahı yenip burun dini qaytkan neyse var. Ular İbrahim dinine itikat kılımız değmez mi o? Şu dinin mesela namaz okuş var, şu hacı kılıç var. O bağandaki Kur'an'da anası bağken, yani Kur'an'daki din Allah. Yani her kandak neyesindeki bir kısım okşaydı. Hazır adette sosyalizm tüzümünün özüne bak ideolojisini ekesek Kur'an'a düşürgen nurgu yerleri var, düşmeyen nurgu yerleri var. Düşke yeri karabdaki bu İslam dinike demeyimiz de ona. Kudu şuna okşaş, hazır diniki yani insanlar hazır Müslümanların özü itikat kılıp kilovatkan diniki nurgu mandak özü Kur'an-ı Kerim düşürgen her yerleri karabdaki bu İslam dini müşidep karaydı. Noktuk yerleri mesela siyasi kısmı, iktisadi kısmı, ilim-fen kısmı misalda insan hakları kısmı bu neslerde nurgun yerlerde özü bu Kur'an-ı Kerim'e düşmeydi. Düşmegendikin Kur'an-ı bu İslam insan hakları görmet kılmaydı. İlim-fen özü nim kılmaydı. İlim-fenge nim kılmaydı deyimiz onun özüne. Maslaşmaydı. Zamanı maslaşmaydı. Diyen neyse aşağıdakilik. Kur'an her insandaki şu zamanı layık adam buluş diyenin özüne oturup koygandaken demek zamanı maslaş işleyen gap oldu. Şu zamandaki ilimle ilişki boruydu. Bu sahada mesela məxsus toxtuluş oldu. Kur'an kandak nesini boruydu? Hazır ananevi İslam neyme? Kandak nesini boruydu? İslam'ın özüne ağırıp çıkışkı boldu mesela. Şu vaxtda andakin hakiki İslam bilen hazır ananevi İslam'da oturup tarixini ve hakiki Müslüman bolgan çağda insanlar hazır zamandaki ilim-fenge, hazır zamandaki özü terakkiyatqa, maslaşalığa insan bolamdike, bolmamdike. Bunu şu vaxtda düşünüşkü boldu. Mesela bayatın birisi Martin Luther'deki gaplar oldu o. Şu adamı şu Hristiyan dinde Tevrat İncil'nin üstüki 5 batman ahlatlar insaniyet tarafından din namıda yığılgan ahlatlar aşın beslik etkendikin şu adam aşın çıtımay anın özünü oturup çıkırıp hakiki Tevrat İncil'ini oturup çıkırış arkalık insanların özgü din ıslah kılmışsa olmayı deyişin sebebi bu. Yani Kur'an mı aşında? Bazı Müslümanlar misal bulup bizdeki Uygurlar İslam'ı kubul kılganını ta hazır hiç kandak ıslah kılınmaklık. Türkiye'de Mustafa Kemal'ın zamanı bir katım ıslah kılınıptı ki bir kuruvasıma ama bizde tarihten bu yan ıslah kılınmak bu nesle. Aldığımız gelen Arap kitabının hemesini dinde halkı yetkiziklik
Arapning madaniyati, urf-odati, Arapning o'z meva-chevalari bo'lsin, hayvonlari bo'lsin, hammasining o'zini ulug' bildigan bir qoidaning o'zini aklab, millatga bundaq bir narsani singdiriblik. Unda bo'lgandan keyin millat qosi din emas, buni faqat olmaydigan holatga tushib qolishlik. Buni orib chiqadigan narsa nima bo'lsa, bayqa degandek, Qur'on bilan ikkisini selishtirgan vaqtida uniki o'zi g'azvadan hödik shu yerda orildi degan gap. O vaqtda Qur'onga biz o'zimizni tatbiq qilgan vaqtda, Qur'ondagi o'zi Qur'onning tashabbuslariga o'zimizni tatbiq qilgan vaqtda, qanday bo'ldi degan vaqtda hozirgi zamondagi ilg'or insonlar bo'lishga, hozirgi zamondagi ilm-fanni qabul qiladigan insonlar bo'lishga boruydigan bir kitob ekanligini, shunday bir din ekanligini biz tushuna olamiz degan gap. Kerimka ko'pdan ko'p rahmat. Vaqtimni to'shay dedi. Ikki yig'izdan, ikki jumladan sizlarning qo'shimcha qilgan so'zinglar bo'lsa, so'zinglarni ilib anondikin programni taqay. Keyin yana qayta suhbatlarni ilib borsak, sizlar bilan texmo obdan konkurt bu ustid paranglashgan mazmunlarni konkurtlashtirsak bo'ladi deb qarayman. To'xtaka siz qo'shimcha qilamisiz avval? Bo'ldi. Menimcha yig'ib aytganda har qanday bir ideologiya uni isloh qilish mumkinchiligi ega. Chunki isloh qilmasdan qasroq tashlangan yilon o'ladi degan gap bor. Shunga o'xshash bu isloh qilish shu xil ideologiyaning hayotini uzartish uchun. Ana bu xil uzartish ras amalga oshmamdi. Akimizning deganlari qancha % musulmonlarga vakillik qila oladi, buni bir demak qiyin. Lekin umuman aytganda dinning o'zining cheklamaligi oxirgi hisobda ilmiy bo'lgan dunyoqarashlarga selishtirganda bu xil cheklamaliklarning nurg'un jihatlari isbotlanib chiqayotganligini, nima uchun isloh qilishning zarur bo'lib qolganligini shuningdan ko'rib olgan bo'ldi. Endi kelgusiga hech kim oldin qiyos qilolmaganga o'xshash, keyin nima ishlar bo'ldi buni bilmaymiz. Muhimi bu dinning isloh qilishi, zamonaviylashishining bizning Uyg'urlarning kelgusiga nima ta'siri bor, bu masalalar menimcha chunqur o'ylanishga tegishli masala. Mening gapim tugadi, rahmat. To'xtaka ko'pdan ko'p rahmat. Kerimka. Men mana shu qarindishimizning gapiga qo'shilaman, ammo meniki degandek bu vaqtning qanchalik insonlarga vakillik qilishini men o'zim bilmayman. Ammo bu dinni isloh qilish bu dunyoning taqozosi, musulmonlarning taqozosi bo'libmi? Ammo din isloh qilingan taqdirda Uyg'ur xalqiga foydasi yetilganlikqa men ishonaman. Chunki isloh qilingan vaqtda insonlar zamonaviy narsalarga qiziqadigan bo'ladi, zamonaviy ilm-fanga bo'libmi qiziqadigan bo'ladi. O'zining milliy kimligini bo'libmi Uyg'urlardagi milliy kimlik din sabablik yo'qotilib etilgan nurg'un narsalar bor. Shuning uchun bu yerdagi bu narsalarni asliga keltirishga nurg'unlar foydasi bo'ldi. Burun boshda degandeklar bu sohaga oldidan o'zi bizniki nurg'un ziyolilarimiz Abdurim O'tkirga o'xshash ish qilib vatanda men jiq o'z ziyolilarniki ismini bilmayman, ammo sizlar qason jiq bilasizlar herhalde. Ziyolilarimiz ko'p kuch chiqargan. Biz uniki kitoblarini jiq o'qidik. Ammo hozirgi vaqtda meniki umid qildig'im diniy ziyolilar bilan yana madax etgan vaqtida islohotni umid qildigan, islohotni orzu qiladigan diniy ziyolilar bilan fanniy ziyolilar bir yerda o'tira olishi lozim. Bu sohada tafakkur, fikr yurgiza olishi lozim. Millatniki kelajagi haqida shu islohot sohasida bir muzokara olib bora oladigan bir holat shakllanishi lozim. Yani ikkisi hech bir zaman düşman emas bu-chu. Düşmanimiz zaten Xitoy. Unda bo'lgandan keyin bu sohada biz birga kelgan vaqtda o'xshamagan fikrlarimiz bo'lsa, shu yerda muzokara qilish orqali biz bir-birimizni tushunamiz. Hattoki bilmagan narsalarimizni bir-birimizni bilib olamiz. Shu vaqtda bizniki ishlarimiz texnik yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat Kerimka. Oxirida shunday yaxshi gap qildingiz. Men sizning gapingizga qo'shilma asos tushundim. Lekin ziyolilar ko'pincha bu jihatda texmi ko'p tolerans qila oladi, texmi ko'p qabul qila oladi, o'tirib qo'polaydi. Lekin ziyolilarning gaplari qarta, bu ham sizdek diniy teologlar bo'lsa, ilohiyashunoslar bo'lsa, bu bizning ta'limimiz, lekin ko'pinchalar ismga nim kelib qoldi desangiz, Abduvali akam bilan Ekber Damullanma Türkiye'deki şu adamın münazırası sizdek adamını öldürüp yetiş gerek dep çıkan bir yeri var. Yani bunda bolsa hem de mollamlarla otağın bulmaydı da şu aşkı ziyarlılar. Ben aşağı demeydik mi? Sizdek bolsa hem de tolerans gösterse şununla
Şu bu Albatta. xil söhbətlər köp ilib barsa, düşünüş çoğunlaşsa, dialog çoğunlaşsa deyə ümidiməm. Məmma işgilinglar köpdən köp rəhmət. Hazır rejissorumuz programı təxsis oldu. İkrarlı görmələr. Həmələrin müşkünlər xeyirlik olsun. Köpdən köp rəhmət. Olur. Bizning rejissor buni ko'rib taqab bo'g'ichi